tushib berasizmi? Xudo xolasa, zo'r klient bo'lsa, qalbimizga yo'l topsalar tushib beramiz. Kia K8'lari bor ekan. Bilasizlar, bu Kia K8'lar faqat bitta pozitsiyada kelgan. 2022-yil, 23-yildan kelishni boshlagan mashina. Signature degan pozitsiyasi. Ichini ham bitta ko'ringlar azizlar. Salonga 14 ta kolonka, akustik sistema, dahshat akustik sistema, car audio, CarPlay'larni ko'taradigan sistemalar. Mashinada 14 ta Meridian kolonkasi bor. Elektrousilitel, полностью reguliруемый сиденьялар. Temperaturini isitadi ham, sovutadi ham. Ko'rishinglar mumkin azizlar. Полностью panoramli krishta, HUD ko'rishinglar mumkin. Namlovani qaranglar, namlovani. Ichini qaranglar, qanaqaligini. Mashina qanaqa zo'r. Bular aksiyani dillerda $50,000 ga sotilgan mashinalar. Hozir akamizda 38,800 qilib beraman deyishyapti. Aka, nima deysiz? Tushib berasizmi? Xudo xolasa, zo'r klient bo'lsa, qalbimizga yo'l topsalar tushib beramiz. 19,000 probegda azizlar, qaranglar qanaqangi dahshat mashina. Nasiya savdomiz ham bor, bemalol. Temboli, nasiya savdo ham bor ekan. Nasiya savdo bor. Azizlar, bosib oladigan holati